bolalar, men sizlarga yo'lbars bilan tulki ertagini aytib beraman. Bir kuni tulki qalin o'rmon ichiga kiribdi. U yerda yo'lbars uchrab qolibdi. Tulki qo'rqqanidan qochdi. Yo'lbars uning ortidan quvibdi. Yo'lning o'rtasidan jarlik chiqib qolibdi. Tulki u yerdagi bir katta toshning ustiga chiqib yig'lay boshlabdi. Yo'lbars kelib, nega yig'layapsan tulkivoy debdi. Seni ko'rib otang yodimga tushib ketdi debdi tulki. Ular dunyodagi eng katta jarliklardan ham sakray oladilar debdi yo'lbars. Tulki yo'lbars maqtangisi kelib jarlikdan sakrab til tortmay o'libdi. Tulki bo'lsa o'zim ham biluvdim shunday bo'lishini deb o'z yo'liga ravona bo'ldi. Shu bilan ertagimiz tamom.